Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Pensionerlar pasport almashtirishga tayyor turish kerakmi? Kimlar ID kartaga o'tadi? Kimlar shoshilmasa ham bo'ladi? Qaysi holatda eski pasport bilan yurish muammo tug'diradi? Bu ma'lumot faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlari, nabiralari, yaqinlariga ham tegishli. Chunki ko'p holatda keksa ota-onamiz hujjat masalasida adashib qoladi. Navbatda ovora bo'ladi yoki noto'g'ri ma'lumotga ishonib ortiqcha xarajat qiladi. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va oxirigacha eshiting. Men sizga hammasini 30 tilda bosqichma-bosqich tushuntiraman. Avval fuqarolarimizda asosan biometrik pasport bo'lardi. Ko'pchilik pasportim bor, demak hammasi joyida deb o'ylardi. Haqiqatan ham oldingi tartibda ichki muomalada, bankda, pensiya olishda, notariusda, poliklinikada, davlat xizmatlarida shu pasport asosiy shaxsni tasdiqlovchi hujjat edi. Pasport ichida propiska, oilaviy holat, farzandlar haqidagi ayrim belgilar, muhrlar bo'lishi mumkin edi. Odamlar yillar davomida shu hujjatga ko'nikib qolgan. Hozir esa yangi tizim bosqichma-bosqich joriy qilingan. ID karta shaxsni tasdiqlovchi asosiy zamonaviy hujjat sifatida berilmoqda. Bu plastik karta ko'rinishida bo'ladi. Ichida elektron chip mavjud. Unda fuqaroning asosiy ma'lumotlari saqlanadi. Ya'ni davlat xizmatlari, bank, pensiya, soliq, tibbiyot, notarial harakatlar, ro'yxatdan o'tish kabi ko'plab jarayonlar raqamli bazalar bilan bog'lanmoqda. Shuning uchun eski pasportdan ID kartaga o'tish masalasi shunchaki hujjat dizayni o'zgardi degani emas. Bu butun hujjat aylanishi, shaxsni aniqlash, bazadagi ma'lumotlarning yangilanishi bilan bog'liq. Men bu yerda eng muhim gapni aytaman. Hamma pensioner bir kunda pasportni almashtirib, ID karta olishi shart degan vahimaga tushmasligi kerak. Lekin ayrim holatlarda pasportni almashtirish majburiy yoki juda zarur bo'lib qoladi. Mana shuni farqlash kerak. Agar fuqaroning eski biometrik pasporti hali amal qilish muddatida bo'lsa, hujjat yaroqli holatda bo'lsa, undagi ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, odatda u pasport bilan belgilangan muddatgacha foydalana oladi. Ammo pasport muddati tugasa, yo'qolsa, yaroqsiz holga kelsa, familiya, ism, otasining ismi o'zgarsa, tug'ilgan sana yoki boshqa ma'lumotlarda xato aniqlansa, shunda ID karta rasmiylashtirish masalasi chiqadi. Men amaliyotda ko'p ko'raman. Pensioner odam men uyda o'tiraman. Menga ID karta nimaga kerak deb o'ylaydi. Lekin bir kuni bank plastik kartasini almashtirish kerak bo'ladi. Pensiya kartasi bloklanib qoladi. Notariusda meros hujjati rasmiylashtirish kerak bo'ladi. Kasalxonada ro'yxatdan o'tish kerak bo'ladi yoki farzandi nomiga ishonchnomasi berish kerak bo'ladi. Ana shu paytda hujjat muddati o'tgan bo'lsa yoki pasportdagi rasm odamning hozirgi ko'rinishiga juda mos kelmasa, muammo boshlanadi. Masalan, 72 yoshli otaxonning pasporti 10 yil oldin olingan. Hujjatdagi rasmda u ancha yosh. Hozir esa sochi oqargan, yuz tuzilishi o'zgargan, pasportning ayrim varaqlari yirtilgan. U bankka borib pensiya kartasini yangilamoqchi bo'ladi. Bank xodimi shaxsni aniqlashda qiynaladi va avval hujjatingizni yangilang deb yuborishi mumkin. Bu bankning injiqligi emas, moliyaviy xavfsizlik talabi. Chunki pensiya omonat pul o'tkazmalari, karta ochish kabi amallarda bank fuqaroning shaxsini aniq tasdiqlashi shart. Yana bir misol, Olmaotadagi yoshli onaxon meros masalasida notariusga boradi. Turmush o'rtog'i vafot etgan, uy-joy hujjatlarini rasmiylashtirish kerak. Pasport muddati yaqin kunlarda tugagan yoki allaqachon o'tib ketgan. Notarius bunday hujjat bilan muhim yuridik harakatni bajarishga ikkilanadi yoki rad etadi. Natijada onaxon avval migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga boradi. ID karta oladi, keyin notariusga qaytadi. Agar u buni oldindan bilganida vaqtini, asabini, transport xarajatini tejagan bo'lardi. Yana bir holat. Pensioner davolanish uchun boshqa viloyatga yoki chet elga chiqmoqchi. Ichki ID karta mamlakat ichida shaxsni tasdiqlaydi, lekin chet elga chiqish uchun alohida xorijga chiqish biometrik pasporti kerak bo'lishi mumkin. Ko'pchilik shu joyda adashadi. ID karta oldim, endi chet elga ham chiqaveraman deb o'ylaydi. Yo'q, ID karta ichki hujjat. Agar siz chet elga bormoqchi bo'lsangiz, safar maqsadi va davlat talabiga qarab xorijga chiqish pasporti masalasini ham alohida tekshirishingiz kerak. Endi asosiy savol, kimlar ID kartaga o'tadi? Men buni oddiy qilib tushuntiraman. 26 yoshga to'lgan fuqarolar shaxsni tasdiqlovchi hujjat olishi kerak bo'ladi. Bugungi tartibda yangi hujjat sifatida ID karta rasmiylashtiriladi. Ikkinchidan, pasportining amal qilish muddati tugagan fuqarolar, shu jumladan pensionerlar.
eski pasportni yangilamoqchi bo'lsa, odatda ID karta oladi. Uchinchidan, pasport yo'qolgan, o'g'irlangan yoki yaroqsiz holga kelgan bo'lsa, yangi hujjat rasmiylashtiriladi. To'rtinchidan, fuqaroning shaxsiy ma'lumotlari o'zgargan bo'lsa, masalan, familiyasi o'zgarsa, ismida xato tuzatilsa, tug'ilgan joyi yoki sanasi bo'yicha hujjatlarda aniqlik kiritilsa, yangi ID karta olinadi. Pensionerlar orasida yana bir ko'p uchraydigan holat bor. Eski pasportdagi propiska ma'lumoti bilan elektron bazadagi yashash manzili mos kelmaydi. Masalan, otaxon bir vaqtlar qishloqda ro'yxatda turgan, keyin shahardagi farzandiniga ko'chib kelgan. Lekin rasmiy ro'yxatga olish ishlari to'liq qilinmagan. Bank yoki davlat xizmati bazadan boshqa manzilni ko'rishi, pasportda boshqa ma'lumot bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda ID karta olishning o'zi yetmasligi mumkin. Avval yashash joyi bo'yicha ro'yxat masalasini ham tartibga solish kerak bo'ladi. Agar sizning biometrik pasportingiz yaroqli bo'lsa, muddati tugamagan bo'lsa, ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, hujjat yirtilmagan, rasm aniq, seriya raqami ko'rinib turibdi. Davlat xizmatlarida muammo chiqmayotgan bo'lsa, vahima qilish shart emas. Men pensionerlarga doim shuni aytaman. Navbatni ko'paytirib, o'zingizni qiynab, hamma almashtiryapti ekan deb yugurishdan oldin pasportingizning amal qilish muddatini tekshiring. Hujjatning ichki sahifalarini ko'ring. Yozuvlari aniqmi? Muhrlari buzilmaganmi? Ma'lumotlarda xato yo'qmi? Agar hammasi joyida bo'lsa, belgilangan muddatgacha ishlatishingiz mumkin. Lekin bu umuman qaramay yuravering degani emas. Ayniqsa pensionerlar hayli kamida bir marta o'z hujjatlarini ko'zdan kechirishi kerak. Nega? Chunki muammo odatda eng kerak paytda chiqadi. Masalan, sizga birdan shifoxonaga yotish kerak bo'lib qoladi. Yoki farzandingiz chet elda, unga hujjat yuborish uchun notarial ishonchnoma kerak. Yoki uy joyini kadastrdan o'tkazish lozim. Shu paytda pasport muddati o'tganini bilib qolsangiz, ishlaringiz bir necha kunga, ba'zan haftalarga cho'ziladi. Birinchi vaziyat, 7000 yoshli pensioner har oy pensiyasini bank kartasi orqali oladi. Uning pasporti 2025 yilgacha amal qiladi. Hujjat yaroqli, ma'lumotlari to'g'ri. Bu odam faqat ID karta olish uchun hozir shoshilishi shart emas. Lekin u pasport muddati tugashidan kamida 1-2 oy oldin hujjat yangilashni rejalashtirgani yaxshi. Chunki ba'zan navbat bo'ladi. Ba'zan elektron tizimda ma'lumotni tekshirish kerak bo'ladi. Ba'zan rasmga tushish yoki to'lov qilish jarayoni vaqt oladi. Ikkinchi vaziyat, 16 yoshli onaxonning pasporti uyda suvga tushib ketgan, sahifalari shishgan, ayrim yozuvlar o'chgan. Muddati hali bor-ku deb yurish xavfli. Hujjatning muddati borligi alohida masala, lekin yaroqli holatda bo'lishi ham shart. Bunday pasport bilan bank, notarius yoki davlat idorasida muammo chiqishi mumkin. Demak, bu onaxon ID karta rasmiylashtirish uchun murojaat qilish kerak. Uchinchi vaziyat, 75 yoshli otaxonning pasportida tug'ilgan sanasi bitta hujjatda 1949 yil, boshqa hujjatda 1920 yil bo'lib ketgan. Bu juda nozik masala. Chunki pensiya, meros, mulk, bank hisoblari, tibbiy sug'urta yoki boshqa xizmatlarda tug'ilgan sana muhim. Bunday paytda oddiygina ID karta olishdan oldin hujjatlardagi xatoni aniqlash, FDIO yozuvlari, arxiv ma'lumotlari, sud yoki tegishli idora orqali to'g'rilash talab qilinishi mumkin. Aks holda yangi ID kartaga ham noto'g'ri ma'lumot tushib qoladi. To'rtinchi vaziyat, pensioner farzandi bilan boshqa viloyatda yashab turibdi. Lekin doimiy ro'yxati eski manzilda. U davlat xizmatiga murojaat qilganda tizim eski manzilni ko'rsatadi. Bu odam ID karta olishi mumkin. Lekin yashash joyi bo'yicha ro'yxat masalasini ham aniq bilib olish kerak. Chunki keyinchalik kommunal to'lov, subsidiya, tibbiyot muassasasiga biriktirish, saylov ro'yxati, pensiya yetkazib berish kabi masalalarda manzil ahamiyatli bo'ladi. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik joylarni aytaman. Birinchisi, ID karta pasport o'rnini ichki muomalada bosadi. Lekin hamma vaziyatda bir xil ishlatiladi deb o'ylamaslik kerak. Masalan, mamlakat ichida shaxsni tasdiqlash uchun ID karta yetarli bo'ladi. Lekin chet elga chiqish, viza olish, xalqaro safar qilish uchun alohida xorijga chiqish pasporti kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun agar pensioner davolanishga, mehmon bo'lib borishga yoki umra, sayohat, qarindosh ko'rishga chet elga chiqmoqchi bo'lsa, avval qaysi hujjat kerakligini aniqlasin. Ikkinchisi, ID karta olganingizdan keyin ham boshqa hujjatlardagi ma'lumotlar avtomatik ravishda hamma joyda bir zumda yangilanib qoladi deb o'ylamang. Davlat bazalari integratsiya qilingan bo'lsa ham, ayrim tashkilotlar o'z bazasida eski ma'lumotni saqlagan bo'lishi mumkin.
Masalan, bankda eski pasport seriya raqamingiz turadi. Siz ID karta olganingizdan keyin bankka borib ma'lumotlaringizni yangilatishingiz kerak bo'lishi mumkin. Aks holda keyinchalik katta pul yetishda, yangi karta olishda, omonat ochishda yoki kredit bo'yicha ma'lumot tekshirilganda savollar paydo bo'ladi. Uchinchisi, pensionerning familiyasi turli hujjatlarda turlicha yozilgan bo'lishi mumkin. Masalan, nikoh guvohnomasida bir xil, pasportda boshqa transliteratsiya, kadastr hujjatida yana boshqa ko'rinish. Bu holat ayniqsa eski hujjatlarda ko'p uchraydi. ID karta rasmiylashtirishdan oldin mutaxassisdan so'rab, asosiy hujjatlar bo'yicha ism familiya mosligini tekshirtirish kerak. Chunki keyinchalik meros, uy-joy oldi sottisi yoki vasiyatnomada bu bir odammi yoki boshqa odammi degan savol tug'ilishi mumkin. To'rtinchisi, pasport yo'qolsa, buni oddiy holat deb qarash kerak emas. Agar hujjat yo'qolgan bo'lsa, darhol tegishli organlarga murojaat qilish kerak. Chunki yo'qolgan hujjatdan noqonuniy foydalanish xavfi bor. Bank kreditlari, turli shartnomalar, firibgarlik holatlari bo'lishi mumkin. Albatta, himoya mexanizmlari bor, lekin fuqaroning o'zi ham ehtiyotkor bo'lishi kerak. Beshinchisi, pensioner sog'liq sababli idoraga bora olmasa, bu masalani oldindan aniqlash kerak. Ayrim holatlarda yaqinlari yordam berishi, davlat xizmatlari markazidan maslahat olishi, migratsiya bo'limiga murojaat qilib tartibni so'rashi mumkin. Lekin hujjatni rasmiylashtirishda shaxsning o'zi, biometrik ma'lumot, fotosurat, imzo kabi jarayonlar talab qilinadi. Shuning uchun farzandim borib olib keladi degan fikr har doim ham to'g'ri emas. Agar odam yura olmasa, nogironligi bo'lsa, yotib qolgan bo'lsa, alohida tartib va imkoniyatlar haqida mahalliy bo'limdan aniq ma'lumot olish zarur. Endi men sizga aniq harakat rejasini beraman. Birinchi qadam. Pasportingizni qo'lingizga oling va amal qilish muddatini tekshiring. Sana qachon tugaydi? Hujjat hali kuchdami? Yozuvlar aniqmi? Rasm aniqmi? Sahifalar butunmi? Agar muddati tugashiga 2 oy qolgan bo'lsa, oldindan harakat qiling. Oxirgi kunni kutmang. Ikkinchi qadam, shaxsiy ma'lumotlaringizni solishtiring. Pasportdagi familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, tug'ilgan joy boshqa hujjatlaringiz bilan mosmi? Pensiya daftarchasi, bank shartnomalari, nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomasi, kadastr hujjati, meros hujjati bo'lsa qarab chiqing. Agar farq bo'lsa, avval maslahat oling. Chunki ID karta olish jarayonida xato ma'lumotni ko'rko'rona tasdiqlab yuborish keyin ko'proq muammo keltiradi. Uchinchi qadam, qayerga murojaat qilishni aniqlang. Odatda ID karta rasmiylashtirish uchun yashash joyingizdagi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga yoki tegishli davlat xizmatlari tizimiga murojaat qilinadi. Hududingizdagi aniq tartibni oldindan telefon orqali yoki davlat xizmatlari markazidan so'rab oling. Ba'zi joylarda elektron navbat bo'lishi mumkin. Pensioner odam bekorga issiqda yoki sovuqda navbat kutmasligi uchun farzandlari yordam berib, oldindan ma'lumot olib qo'ysin. To'rtinchi qadam, kerakli hujjatlarni tayyorlang. Odatda amaldagi pasport, to'lov qilinganini tasdiqlovchi ma'lumot, zarurat bo'lsa boshqa asoslovchi hujjatlar kerak bo'ladi. Agar pasport yo'qolgan bo'lsa, yo'qolganlik holati bo'yicha tushuntirish yoki tegishli ariza talab qilinishi mumkin. Agar ma'lumot o'zgargan bo'lsa, masalan, familiya, nikoh yoki boshqa sabab bilan o'zgargan bo'lsa, buni tasdiqlovchi guvohnoma kerak bo'ladi. Men har doim shuni tavsiya qilaman. Bitta papka tayyorlab, barcha asosiy hujjatlarning asl nusxasi va nusxalarini solib qo'ying. Hozir ko'p narsa elektron bo'lsa ham, amaliyotda nusxa so'raladigan holatlar uchraydi. 5-qadam, to'lov masalasini oldindan aniqlang. Davlat boji yoki xizmat haqi miqdori vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin. Shuning uchun falonchi shuncha to'lagan ekan degan gapga tayanmang. Rasmiy manbadan yoki idoraning o'zidan so'rang. Pensionerlar uchun biror imtiyoz bor yo'qligini ham aniqlang. Ba'zi xizmatlarda ayrim toifadagi fuqarolarga yengillik bo'lishi mumkin, lekin bu hamma joyda va hamma holatda avtomatik degani emas. 6-qadam. ID kartani olgandan keyin uni shunchaki javonga tashlab qo'ymang. Bankka boring yoki bankingizning ishonchli aloqa kanali orqali ma'lumotlaringiz yangilanganini tekshiring. Pensiya to'loviga bog'liq karta yoki hisob bo'lsa, pasport ma'lumotlari o'rniga yangi ID karta ma'lumotlari kiritilganini aniqlang. Agar sizda uy-joy, kadastr, soliq, kommunal xizmatlar, tibbiyot muassasasi bilan bog'liq muhim ro'yxatlar bo'lsa, ularda ham ma'lumot mosligini tekshirish foydali. 7-qadam. ID kartani ehtiyot qiling. U kichkina plastik karta, yo'qotib qo'yish oson. Uni bozor sumkasida, palto cho'ntagida, dorilar orasida yuritmang.
alohida hujjat g'ilofi qiling. Farzandlaringizga ham ayting. Ota-onaning hujjatini kerak bo'lib qolar deb olib ketib uyda qoldirmasin. Pensionerning shaxsini tasdiqlovchi hujjat ko'pincha o'zida yoki xavfsiz joyda bo'lishi kerak. Agar siz ID karta olish uchun bo'lsangiz, odatda ariza shaxsiy idorada yoki elektron tizimda to'ldiriladi. Sizdan shaxsiy ma'lumotlar, yashash manzili, aloqa raqami, eski pasport ma'lumotlari so'ralishi mumkin. Men pensionerlarga aytaman. Arizani o'qimasdan imzo qo'ymang. Agar ko'zingiz yaxshi ko'rmasa, yoningizdagi farzandingiz yoki xodimdan ovoz chiqarib o'qib berishini so'rang. Familiyangizdagi bitta harf xato bo'lsa ham. Keyin bankda yoki notariusda muammo bo'lishi mumkin. Rasmga tushishda ham beparvo bo'lmang. Ko'zoynak doimiy taqilsa, tartib bo'yicha qanday rasmga tushish kerakligini xodim aytadi. Bosh kiyim, yuzni to'sadigan narsalar, juda eski ko'rinishdagi fotosurat masalalari bo'yicha idora talabiga amal qiling. Chunki ID karta shaxsni biometrik aniqlashga xizmat qiladi. Agar pensionerning qo'li qaltirasa, imzo qo'yishda qiynalsa yoki savodsiz bo'lsa, buni yashirish kerak emas. Xodimga holatni tushuntirish kerak. Har bir jarayonda qonuniy yo'l bor. Eng yomoni uyalgandan yoki shoshilgandan noto'g'ri ma'lumotni tasdiqlab yuborish. Bu mavzuda yana bir ogohlantirishim bor. Hujjat almashtirish masalasi chiqqanda firibgarlar ham faollashadi. Men navbatsiz qilib beraman. Pensionerlarga majburiy almashtirish chiqdi, pul bering, jarima bo'ladi, hozir to'lamasangiz kech bo'ladi degan gaplarga ishonmang. Har qanday to'lov faqat rasmiy tartibda amalga oshirilishi kerak. Kimdir sizdan pasportingizni olib ketmoqchi bo'lsa, karta raqamingizni, SMS kodini, bank parolingizni so'rasa, darhol to'xtating. Hujjat masalasi bahonasida bank kartasidan pul yechib olish holatlari ham uchraydi. Pensionerlar ko'pincha ishonuvchan bo'ladi. Telefon qilib, sizning ID kartangiz tayyor, kodni ayting deyishlari mumkin. Hech qachon SMS kodini bermang. Davlat idorasi yoki bank xodimi sizdan telefon orqali maxfiy kod so'ramaydi. Agar shubha bo'lsa, farzandingizga qo'ng'iroq qiling. Mahalla mas'ulidan yoki rasmiy idoradan so'rang. Men farzandlarga ham alohida aytmoqchiman. Ota-onangizning hujjatini tekshirib qo'ying. Ular ko'pincha hammasi joyida deydi, lekin pasport muddati o'tgan bo'lishi mumkin. Bir kuni shoshilinch operatsiya, bank, meros, notarius, nafaqa, subsidiya masalasi chiqsa, siz ham yurasiz, ota-onangiz ham qiynaladi. Shuning uchun bir kechada 10 daqiqa vaqt ajrating. Pasportni ko'ring, muddatini yozib oling, telefoningizga eslatma qo'ying. Agar muddat tugashiga yaqin bo'lsa, oldindan navbat oling. Transport masalasini hal qiling. Kerakli hujjatlarni papkaga joylang. Agar ota-onangiz yolg'iz yashasa, ID karta olgandan keyin eski pasport ma'lumotlari bankda yangilanganmi? Pensiya kartasi ishlayaptimi? Telefon raqami o'z nomidami? Davlat xizmatlari bilan bog'liq masalalar joyidami? Shularni tekshirib bering. Bu kichik yordam keyinchalik katta muammolarning oldini oladi. Demak, hurmatli yurtdoshlar, pensionerlar pasport almashtirish masalasida vahimaga tushmasligi kerak, lekin beparvo ham bo'lmasligi kerak. Pasportingiz muddati tugagan bo'lsa, hujjat yaroqsiz bo'lsa, yo'qolgan bo'lsa, ma'lumotlaringiz o'zgargan yoki xato bo'lsa, ID karta rasmiylashtirish kerak bo'ladi. Agar pasportingiz hali amalda, yaroqli va ma'lumotlari to'g'ri bo'lsa, shoshilmasdan, lekin muddatini nazorat qilib yurishingiz mumkin. Eng muhim maslahat hujjatni muammo chiqqandan keyin emas. Oldindan tartibga soling. Pasport muddatini tekshiring, ma'lumotlarni solishtiring, rasmiy idoradan aniq ma'lumot oling. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. ID karta olgandan keyin bank va boshqa muhim tashkilotlarda ma'lumotlaringizni yangilang. Agar sizda shu mavzu bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda yozing. Yoshingiz nechida? Pasport muddat qachon tugaydi? Qanday muammoga duch keldingiz? Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoni foydali deb bilsangiz, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday ma'lumotlar vaqtida eshitilsa, odamni navbatdan, o'rtacha xarajatdan va katta muammolardan saqlaydi.